Angliya Liga Kubogi. Husanov o'yinning eng yaxshi futbolchisi bo'lgan bahsda Manchester City esa farq quchdi. Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Yaqin daqiqalar ichida siz bilan Ekstra Sport kanali. Videolarimizga like bosib, bizni qo'llab-quvvatlayotgan barchaga rahmat. Aynan sizni qo'llab-quvvatlashlaringiz tufayli biz ishlashda davom etamiz. Demak, bugungi dasturimizni boshladim. Bugungi dasturimiz homiysi sizlarga katta bonuslarni taklif qilmoqda. Ekstra Sport promo kod bilan ro'yxatdan o'tsangiz, 3 million so'mgacha bonusni qo'lga kiritishingiz mumkin. Bundan tashqari, eng katta koeffitsiyentlarni faqat videomiz homiysida topishingiz mumkin. Hoziroq video ostidagi havola orqali ro'yxatdan o'ting va o'z bonuslaringizni qo'lga kiriting. Angliya Liga Kubogi yarim final bosqichining ilk to'qnashuvida Pep Guardiola boshchiligidagi Manchester City Newcastle bilan bahs olib borib, 2-0 hisobda zafar quchdi. Hamyurtimiz Abduqodir Husanov esa to'liq uchrashuv o'tkazgan holda SofaScore tomonidan o'yinning eng yaxshi futbolchisi deb topildi. To'qnashuvning 53-daqiqasida Semenyo shaharliklar safidagi ikkinchi golni kiritishga muvaffaq bo'ldi. O'yinning so'nggi sekundlarida esa Sherki farqni 2taga yetkazdi va jamoasiga ilk g'alabani olib keldi. Manchester City sardori va yetakchisi Bernardo Silva Newcastle'ga qarshi to'qnashuvdan so'ng jamoaning ikki markaziy himoyachisi Abduqodir Husanov va Max Alleyni o'yinni yuqori baholadi. Abduqodir Husanov va Max Alley so'nggi o'yinlarda ajoyib harakat qilmoqda. Ular ko'rsatgan shaxsiyat va xarakter bu oson ish emas. Bunday darajada shuncha bosim ostida jamoaga kirib kelish, orqadan o'yin qurishga jur'at qilish, barqaror va ishonchli o'ynash juda qiyin. Yana bir bor juda og'ir stadionda o'ynadik. Bu yerda o'ynash qanchalik murakkabligini bilamiz, ammo ular juda yaxshi harakat qildi. Antoine Semenyo ham xuddi shunday. James Trafford esa bir nechta muhim seyf qildi va bugun biz uchun juda zo'r o'yin ko'rsatdi deb fikr bildirdi portugaliyalik futbolchi. Uchrashuvdan so'ng City bosh murabbiy Pep Guardiola ham g'alabaga izoh berdi. Bu o'yin Max Alley uchun juda yaxshi sinov edi. Uni Abduqodir Husanov va Nathan Ake qo'llab-quvvatladi va bahs davomida yordam berdi. Nico O'Reilly ham yangi pozitsiyada juda yaxshi harakat qildi. Birinchi taymda hujumchilarimiz bir-biriga bog'lanmadi. Ikkinchi taymda esa Erling va ayniqsa Anton ancha samarali harakat qildi, dedi Guardiola. Eslatib o'tamiz, ushbu jamoalar o'rtasidagi javob bahsi 4-fevral kuni City maydonida bo'lib o'tadi. Qadrli do'stlar, siz Abduqodir Husanovning kechagi o'yiniga qanday baho berasiz? Albatta fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.